Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz O'zbekistonda yuzaga kelgan, ko'plab pensionerlarimizni bevosita qiziqtirayotgan juda muhim bir savolni muhokama qilamiz. Biz prezidentimizning yangi qarori doirasida barcha pensionerlarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam puli tarqatilishi haqiqatan ham amalga oshiriladimi degan savolga atroflicha javob beramiz va ushbu jarayonning barcha tafsilotlarini tushuntirib beramiz. Agar siz ham ushbu yordam pulini olish imkoniyatiga ega bo'lishni istasangiz va uning shartlarini aniq bilishni istasangiz, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki biz hozir sizni qiziqtirgan eng asosiy savollarga javob beramiz va ko'plab savollar ortidagi haqiqatni ochib beramiz. Ushbu masalada yolg'on ma'lumotlar tarqalishi xavfi mavjudligini hisobga olib, sizni ishonchli manbalardan ma'lumot olishga chorlaymiz va ushbu video aynan shunday ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi, deb umid qilamiz. Aziz otaxon va onaxonlar, siz umringizning eng sermahsul yillarini vatanimiz rivojiga bag'ishladingiz. Har biringiz o'z sohangizda sidqidildan mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdingiz. Necha on yillar davomida sizning peshona teringiz, halol mehnatingiz bilan bugungi mustaqil O'zbekistonning poydevori qurildi. Kimdir paxta dalalarida, quyoshning jaziramasida, sovuqning izgirinida ter to'kib ishladi. Kimdir zavod sexlarida, og'ir sanoat korxonalarida o'z salomatligini ham ayamasdan vatan qudratini oshirdi. Kimdir maktab sinflarida yosh avlodga ilm-fan sirlarini o'rgatib, ularni hayotga tayyorladi. Kimdir shifoxona palatalarida inson salomatligi uchun tunu-kun qayg'urib, minglab insonlarning hayotini saqlab qoldi. Yana kimdir ilm dargohlarida, olim fozillar safida yangi kashfiyotlar yaratib, mamlakatimiz shon-shuhratini olamga yoydi. Sizlarning har biringizning o'rningiz beqiyosdir. Sizning qahramonona mehnatingiz, fidokorligingiz tufayli bugun biz tinch va osuda mamlakatda yashayapmiz. Farzandlarimiz kelajakka umid bilan qarayapti. Ammo bugun nafaqaga chiqqaningizda ko'pchilikning hayotida moddiy qiyinchiliklar, turli to'siqlar paydo bo'lmoqda. Sizning mashaqqatli mehnatingiz uchun olinadigan nafaqaning miqdori ko'p hollarda farovon hayot kechirishga yetarli emasligini, kundalik ehtiyojlarni qondirishda qiynalayotganingizni juda yaxshi bilamiz. Ko'pchilikning oilasida dorilar, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal to'lovlar uchun mablag' topish mushkul bo'lib qolmoqda. Ba'zan 100 ming so'm ham, 200 ming so'm ham sizning kundalik ehtiyojlaringizni qoplashga yetmasligi achchiq haqiqatdir. Sizga shuncha yillik beminnat mehnatingiz uchun munosib hurmat va ehtirom ko'rsatilyaptimi? Sizning fikringizcha, bugungi kunda pensionerlarga berilayotgan yordam sizning hayotingizni yengillashtiryaptimi yoki sizning mehnatingiz munosib qadrlanmayapti deb hisoblaysizmi? Izohlarda o'zingizning necha yil mehnat stajingiz borligi, hayotingiz davomida qanday kasblarda ishlaganingiz va bugungi kunda qanday moddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganingiz haqida yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun va butun jamiyat uchun juda qadrli. Sizning hikoyalaringiz, tajribalaringiz kelajakda qonunchilikni takomillashtirish uchun asos bo'lishi mumkin. Biz har bir izohni diqqat bilan o'qiymiz va ularni umumlashtirib, tegishli organlarga yetkazishga harakat qilamiz. Zero sizning ovozingiz eshitilishi shart. Barcha shu kabi muhim savollarga javob topish va kelajakda pensionerlar huquqlari bo'yicha hech qanday yangilikni, qonunchilikdagi o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Biz siz uchun eng so'nggi ma'lumotlarni, nafaqalar va ijtimoiy yordam bilan bog'liq qonunchilikdagi o'zgarishlarni tahlil qilib boramiz va ularni sizga tushunarli tilda, oddiy misollar bilan tushuntirib beramiz. Sizning huquqiy savodxonligingizni oshirish, har bir fuqaroning o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi bizning ustuvor vazifamizdir. Endi esa prezidentimizning yangi qaroriga o'tsak. Bir necha kundan beri ijtimoiy tarmoqlarda va odamlar orasida barcha pensionerlarga 1 million so'mdan bir martalik yordam puli beriladi degan xabarlar keng tarqalmoqda. Bu xabar nafaqat pensionerlar, balki ularning oila a'zolari, farzandlari va nabiralari orasida ham katta qiziqish uyg'otdi. Ko'pchilik bu xabarning haqiqat ekanligini bilishga intilmoqda. Shu sababli biz huquqshunoslar vaziyatga oydinlik kiritishni o'z burchimiz deb bildik. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni yoki qarori bilan haqiqatan ham ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, shu jumladan pensionerlarni moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilingan. Bu esa davlatimizning o'z fuqarolari, ayniqsa keksa avlod vakillari haqida qayg'urayotganining yana bir yorqin dalilidir.
Avvallari bunday bir martalik moddiy yordam pullari asosan bayramlar oldidan yoki qandaydir muhim sanalar munosabati bilan tarqatilar edi. Ko'pincha bu yordam nafaqat barcha pensionerlarga, balki ma'lum bir toifadagi, ya'ni kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, urush qatnashchilari va mehnat faxriylariga qaratilgan bo'lar edi. Ba'zan yordam puli miqdori ham hozirgi 1 million so'mga nisbatan ancha kamroq, masalan 100 ming so'm yoki 200 ming so'm atrofida bo'lardi. O'sha paytlarda ham bu yordam ko'pchilik uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ammo hozirgi vaziyatda inflyatsiya darajasi oshib borayotganini va hayotning qimmatlashayotganini inobatga oladigan bo'lsak, 1 million so'm kabi yordam puli albatta juda katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarni hisoblashda bir qator me'yoriy hujjatlar mavjud. Lekin shunga qaramasdan, pensionerlar orasida ham pensiya miqdorlari bo'yicha katta tafovutlar bor. Kimdir juda kam pensiya bilan kun kechirsa, kimdir nisbatan yaxshi pensiya oladi. Bu esa asosan mehnat staji, ish haqi miqdori va ish sharoitlari kabi omillarga bog'liq. Ammo bu kabi bir martalik moddiy yordam pullari, ayniqsa prezident qarori asosida berilayotgan bo'lsa, odatda barcha toifadagi pensionerlarni qamrab olishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor nafaqat moddiy ahvoli og'ir bo'lganlarga, balki umuman barcha keksa avlod vakillariga nisbatan davlat tomonidan ko'rsatiladigan hurmat va ehtiromga qaratiladi. Keling, endi kimlar ushbu yordam pulini olishi mumkinligi haqida batafsilroq gaplashsak. Prezident qarorida aniq belgilab qo'yilganidek, ushbu bir martalik moddiy yordam puli O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashovchi va pensiya jamg'armasida ro'yxatga olingan barcha toifadagi pensionerlarga tarqatiladi. Ya'ni yoshga doir nafaqa oluvchilar, nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oluvchilar, barchasi bu qaror doirasiga kiradi. Bu degani sizning pensiya miqdoringiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan pensioner bo'lsangiz, ushbu yordam pulini olishga haqlisiz. Shu bilan birga ba'zi hollarda pensionerlar orasida zona xavfi deb atash mumkin bo'lgan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, agar sizning pasport ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasining bazasida eski yoki noto'g'ri bo'lsa, yoki siz uzoq vaqt davomida yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, yoki umuman olganda, sizning ma'lumotlaringizda qandaydir nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, yordam pulini olishda kechikishlar yoki muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun barcha pensionerlardan o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini tekshirishlari va ularni yangilashlari tavsiya etiladi. Aksincha, qaysi toifadagi pensionerlarga bu yordam puli nafaqat moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularning hayotida katta o'zgarishlar yasashi mumkin. Albatta, eng avvalo kam ta'minlangan, pensiya miqdori kun kechirishga zo'rg'a yetadigan pensionerlarimizga. Ular uchun 1 million so'm dori-darmon sotib olishga, oziq-ovqat zaxirasini yaratishga, ehtimol kichik bir ro'zg'or buyumini yangilashga yordam beradi. Nogironligi bo'lgan pensionerlarimiz uchun esa bu mablag' davolanishga, reabilitatsiya xarajatlariga yoki maxsus ehtiyojlar uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, yolg'iz yashayotgan, qarovchisiz qolgan pensionerlar uchun ham bu yordam katta ahamiyatga ega. Umuman olganda, bu kabi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari jamiyatdagi ijtimoiy adolatni ta'minlashga, keksa avlod vakillarining hayot sifatini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Davlatimizning asosiy maqsadlaridan biri ham aynan shu. Har bir fuqaro, ayniqsa zaif qatlamlar o'zini himoyalangan va e'zozlangan his qilishi lozim. Azizlar, sizning mahallangizda, atrofingizda ushbu 1 million so'm yordam puli haqida qanday gap-so'zlar yuribdi? Kimdir uni olganini eshitdingizmi? Yoki aksincha, hali birorta ham odam uni olmagandan shikoyat qilyaptimi? Qaysi usulda tarqatilishi haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? O'z hududingizdagi vaziyat haqida bizga yozib qoldiring. Bu ma'lumotlar bizga vaziyatni to'liqroq tushunishga, muammoli nuqtalarni aniqlashga va kelajakda shunga o'xshash vaziyatlarda yanada samarali yordam berishga yordam beradi. Sizning tajribangiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Birgalikda biz ko'proq narsaga erisha olamiz. Endi esa ushbu yordam pulini olish uchun nima qilish kerak, qanday qadamlar qo'yish kerak degan savolga javob beraylik. Eng avvalo, bu kabi moddiy yordam puli to'g'risidagi har qanday ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshirish juda muhimdir. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning rasmiy veb-saytlarini, ishonch telefonlarini toping.
Odatda bunday yordam pullari tarqatilishi boshlanganda pensiya jamg'armasi o'zining rasmiy sayti va ommaviy axborot vositalari orqali batafsil ma'lumot beradi. Sizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz, telefon orqali bog'lanishingiz yoki rasmiy veb-saytdagi savol-javob bo'limidan foydalanishingiz mumkin. Ikkinchidan, mahalliy hokimiyat organlari, ayniqsa mahallalardagi mutasaddilar, ya'ni mahalla raislari va ularning yordamchilari ham sizga yordam berishi mumkin. Ular ko'pincha pensiya jamg'armasi bilan bevosita aloqada bo'lishadi va yordam puli tarqatish jarayoni haqida eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishda va zarur hujjatlarni tayyorlashda amaliy yordam berishi mumkin. Aksariyat hollarda pensionerlarga yordam pullari ularning pensiya kartalariga avtomatik tarzda o'tkaziladi. Shu bois, pensiya kartangizning faol ekanligini, bank ma'lumotlaringizning to'g'riligini tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Agar siz pensiyani naqd pul shaklida olsangiz, unda sizga yordam puli ham naqd shaklda yetkazilishi mumkin. Bu haqda sizga tegishli xabardor qilinadi. Shuningdek, esda tutingki, bu kabi yordam pullarini tarqatish jarayonida firibgarlar faollashishi mumkin. Sizdan hech kim bank kartangizning PIN kodini, parolini so'ramasligi kerak. Har qanday shubhali telefon qo'ng'iroqlari yoki xabarlarga ishonmang. Faqatgina rasmiy manbalardan kelgan ma'lumotlarga tayanib ish ko'ring. O'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni va bank hisob raqamingizni begonalar bilan bo'lishmang. Agar sizda shubha tug'ilsa, darhol pensiya jamg'armasiga yoki bank xodimlariga murojaat qiling. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, biz bugun sizni prezident qarori asosida barcha pensionerlarga 1 million so'm bir martalik yordam puli berilishi masalasining barcha jihatlari bilan tanishtirishga harakat qildik. Endi siz vaziyatni to'liq tushunib yetdingiz, deb umid qilamiz. Sizningcha, bu yordam nafaqat moddiy ahvolingizni yaxshilaydi, balki ko'p yillik mehnatingizga munosib hurmat belgisimi? Siz bu yordam pulini qanday ishlatishni rejalashtiryapsiz? Ehtimol, uzoq vaqtdan beri sotib olmoqchi bo'lgan doringizmi, yoki nabiralaringizga kichik sovg'ami, yoki kundalik ehtiyojlaringizni qondirishga yordam beradimi? Izohlarda biz bilan bo'lishing, o'z fikrlaringizni va rejaringizni yozib qoldiring. Sizning har biringizning mehnatingiz qadrli, har biringiz e'zozga loyiqsiz. Keyingi videolarimizda uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.